Shahar sirtidagi chimliq. Zerekchoqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xeybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgirlayotdi. Hozir ular o'rmonlikdagi chimliqda orom olyapti. Mo qachonmi deyaptilar? Kodo, bu yoqqa kelib yordamlasha. Avval bu narsalarimni yavlay. Saqlab turula. Rost, tosh odamni chaqirib kelay, birga o'ynaylik-chi. Tosh odam, tez bu yoqqa. Sana yetiş bulmağanda taş adam. Tosh odam, sen bekle yig'irkansan-ku, sehriyamay qolding. Bebe, men nima ish qilishtirsam? Tosh odam, men qasdan seni masxur qilmoqchi emas. Iliqi. Men sana yaxshi yemeklarni beray degan. Qandoq? Mening somkam qaynidi. O Gudon'un zirekçaklarını teşhiriş üskünesini yılıp aldı. Tez onunla ekşeyli. Ahmoqlar uni qayerdan topsalar endi? Shundoq, shuncha aqlli bo'lgansizmi, topolmaydigan tursingiz. Kim meni topamaydi deydi? Men jalb qilardiq, ham kelishga yigit. Yo'q, anigas. Nima bo'ldi? Nima ish? Mening aynikim qani deyman. Aynak, men bilmadim. Nima dedim? Jiddiylashmang, mening amalim bor. Qiziqchi maymun. Hammaga sen aytlik. Tez bo'l, u maymuni tutib kel deyman. Tez kel. Tez bo'l. Xo'p, boshlang. Nima ish qilmalla tayoq yeyman. Darhol berib kerak. Bodaga somkisini tepib kel. Somkisi nima? Kalva, sen bir konservasiya yemay yurishing bekor emas ekan-da. U somkada zerakchaqlarning ahvolini tekshirgani bo'ladigan yaxshi narsalar bor. Nima deyaversan, tez bo'lmamsan? Bu neydi o? Topdim. Bu çocuğun aynı giden o. Mening
somkam avu daraxtning ustida ekan. Qiziqchi maymun kapsiz keladi. Qo'llari uzun, har xil narsalarni yig'ishga amroq. Agar taliyangiz bo'lsa, uning qiziqarli o'yinlarini ko'ra olasiz. Uning put qo'llari rostila uzun ekan. U bekli qo'l tusgan-ku. Biz amal qilib buningdek somkamizni ilib olsak bo'ladi. U somkada zirakchaqlarni tekshiradigan uskuna bor emasmi? Uningda yana nurg'un yemaklar bor edi, shundaqmi Gudong? Mening yemakliklarim. Sizlar aldirmanglar, mening amalim bor. Noji bo'lsa pastga tushmasa daraxtning ustiga chiqib olmay. Başlayın, sen maymununu gördüm. Bali, o'zgar. Zahrik zamroq karamatini ko'rsatchimi? Qiziqchi maymun, ehtiyot qil, yoshirinib ol. Bu cho'choqning zaharlik sabroq zirakchaq ekan-ku. To'g'ri topding. To'g'ri, men dal shu, maftunkor ham. Qiziqchi maymun, ehtiyot qil. Tushmagan tez yoshirinib ol. Men tag'in gapimni depolamagandim. Qiziqchi maymunga ziyon yetkazguchi bo'lishma. Uninga ziyon yetkazmayman, lekin bu somkadagi narsalarmi bizning bolada. Sizlar Gudongning somkasini nima qilasizlar? Sizlarga deb bermaymiz. Somkada zirakchaqlarni tekshiradigan yaxshi asbob bor ekan. Kalma, qara seni. Qiziqchi maymun, bak yomon ganjimi? Zahlik zamroq, sen tez o qiziqchi maymuni tepib haydavatgin. Qiziqchi maymun. Hayvan atirtidiglar. Esonlarda bo'lsin. Sizdan herkes bosh qo'yvatmayman. Paşadam, ilimi yaxshi, sen qiziqchi maymunchaqni qutqizib olding. Qiziqchi maymun, tez somkamni qaytirib ber. Gudong, uniga buncha qo'pollik qilmagin. Qiziqchi maymun, bundoq ko'p yaxshi mevalarni boshqalardan tortilib ekanmigansan, ha? Qiziqchi maymun, hargiz jiddiylashma. U bu mevalarni o'zim o'sgan deydi. Yana menga cho'qim ishoninglar deydi. Ha? Rosma, sen
sen rostulu hemmisini bizge bir bitemse? Başlayaq, benim pilak konservası yiyip geliyordu. Belirge sonunu ye. Anladın mı? Sen yine neme ki karab dursan? Tez verip işini açmam sen. Lekin işini takım bakın. Ay.